Qimirlashini sezmay qolganingiz o'ziga birdan borishingizga показания. Agar rost sezmayapsizmi qimirlashini, birdan o'zingiz qidiravering. Shuning uchun sizni tinchlantirish uchun avval yurak urishini eshittirmoqchiman. Молодец. Ritmichniy. Biroz uxlaganlar shekilli-da. Qancha vaqt qimirlamadi? Necha soat? 3 kun umuman qimirlamadi. Просто ichaklaringizda gaz ko'payibdi. Может быть, shuning uchun sezmagan bo'lishingiz mumkin. Вот, ana sharofat sizga. Bolajon tepgan, просто siz gazlarning orasidan sezmagansiz buni. Simbolik platsentangiz передний стенкада turibdi, shuning uchun ham sezmagansiz. A tak yurak urishi stabilniy, normalniy yurak uryapti. Hop, ko'ramiz. Oshqozonchasi mana, hajmi yaxshi, qorin devorlarining aylanasi butun,